109.900 dollarga Yevro remont mana shu uchastkani sizlarga topib qo'yganman. Lokatsiyasini videoni oxirida aytaman. Narxi 109.900 dollar. Yevro remont okalar naqd 6 ta xonasi bor, 2 ta sanuzli. Kerak bo'lsa borib podvoli ham bor ekan-da. Mahallamizni ko'rishingiz mumkin. Ko'chamizni kengligi yomon emas. Tupik mahallada joylashgan okalar. Bu yerga yaqinda sentralniy kanalizatsiya ham kirib kelar ekan. Qaranglar, asosiy darajaga kirib kelganimizda 2 ta mashina bemalol sig'dirib olsanglar bo'ladi. Etak tarafimizda hojatxonasi va akalar mana bu zeleniy zonaga joy tashlab ketilgan. Endi men bardakka e'tibor bermaymiz. Ustalar narsalari rakvinalarga joylashgan, devorlariga ko'rishingiz mumkin, biralarga tochkalar simlar tashlab ketilgan. Podvolimizga mana bundan tushamiz. Bitta xonamizdan tegi, ya'ni mana shu hovli tegi podvol qilingan. Mana okalar hovlimizdan fasadini ko'rinishi bo'ladi. Endi asosiy binoga kiramiz. Bismillah. Asosiy binoga kirib kelganda koridorimiz bo'ladi. Sira zinapoyga ko'zimizga tushadi okalar. Mana shunaqa derazalarga joy tashlab ketilgan, ko'rishingiz mumkin. Oyog'imizdan tegi 60 ga 60 razmerda kattagina kafildan yotqizilgan. Xonadonimizda tupli pol 100% va radiatorga joy tashlab ketilgan. Bu birinchi qavatimizning mehmonxonasi. Patologga bitta lyustrani ilorasiz bo'ldi. Shinagina xonadon bo'ladi. To'g'rimizda televizorga joy tashlab ketilgan. Ko'rishingiz mumkin, kattagina o'zini romiga ega. Mana shu narsalari quyma tiyaga, to'ki emas okalar. Xo'p, xonadonimizda ko'rishni davom etamiz. Zinamizdan tagida kollektorlari, tupli pol kollektori joylashgan. Mana bu tarafimizda birinchi qavatimizning radiatelskiy spalni esa tashqariga qaragan derazasi bor. Radiatorga joy tashlab ketilgan. Mana bu tarafimizda oshxona bo'ladi. Kattagina razmerda fartiklari qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu duxkontrolniy kachol, aristollargacha hamma narsasi joylashgan. Mana buni zo'r yechim qilishibdi. Orqa hovliga joy tashlab ketilgan. Shunda ochsanglar, havo shunaqa zo'r aylanadi. Budan tupli pol bo'lgan eshiklarni sifatlisidan qo'yilgan. Zinani tegidan unumli foydalanishgan. Ko'rishingiz mumkin, sanuzulimizni marhamat. Ko'rishingiz mumkin. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. 6 ta xona, 2 ta sanuzul, 2 ta xol. Okalar, zinani ko'ryapsizlarmi? Vahsha dahshatidan qo'yibdi, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Ustalarning qo'li dard ko'rmasin, sifatli remont qilishibdi. Mana ikkinchi qavatga chiqib kelishimiz bilan katta koridor, tupli pol kollektor mana bu joylashgan. To'g'rimizda sanuzulimiz bo'ladi. Ikkinchi qavatimizni kattagina razmerda ko'rishingiz mumkin. Mana bu tarafda detskiy xonamiz bo'ladi. Xo'p, zinadan chiqishimiz bilan o'ng tarafda yana bitta detskiy xona qo'yilsin, bu yerda radiatelskiy spalni qilinglar. Mana bu tarafda yana bitta radiatelskiy spalni kattagina razmerda 2 ta derazasi bor va ikkinchi qavatga qo'yilsin, yana bitta mehmonxona qo'yilsin bo'ladi. Shunda umumiy xonalar soni 6 ta bo'lyapti. Umumiy maydonga keladigan bo'lsa 1,5 sotuvni tashkil qiladi. Okalar, kadastr hujjatlaridan muammo yo'q. Kelgan joyimizdan lokatsiyasiga keladigan bo'lsa, Sergeli Qumariq mahallasi bo'lyapti. Sentrimizni Masjid ko'cha bo'lyapti. Okalar, kim qizi bo'lsa pastlarga qo'ng'iraman, telefon qilib barakasini ko'rasizlar. 109.900 dollarga baraka qilishinglar mumkin. Tez telefon qilamiz.